Kechagilar-ku. Qochdik. O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Nega bizni kuzatishyapti? Kecha ularni aldab ketgandik. Men chalqitib turaman. Hozir yanchib tashlayman. Afsus, Riana bilan xayrlasha olmas ekanman. Seni o'rningga ham men xayrlasharman. Menga yordam bera olasanmi? Baliq ovga ketyapsan shekilli. Qo'lingdagi nima? Kiyimlarimdan oldim, har ehtimolga qarshi. Pul berasizmi? Biron narsa olgim kelib qolar. Shu yetadi. Kechqurun kelaman. Shoshma, Alexni uyga tashlab o'taman. Yo'q, keragi yo'q. Baribir o'sha tomonga boraman. Kitob do'koniga kirmoqchi edim. Mrs. Magleton. Men ismim Kristin. Men Katrina bilan bir sinfda o'qiyman. Uni chaqirib bera olmaysizmi? Uy vazifasini so'ramoqchi edim. Dada, yo'lingiz uy emas-ku. Nima bo'pti? Alexning otasi bilan anchadan beri ko'rishmayman. Qarang, jini kelyapti. U chindan ham Yaxshi ayol-a. U bilan gaplashib ko'ring. nima deyman unga? Nima bo'lsa-ya. Xayrli tong, doktor. Qalaysan, Pol? Yaxshi. Polni olib borib qo'yay deb turgandim. Shart emas, o'zim yetib olaman. Yur, eshikni ochib beraman. Kechirasan. Chipta oldim. Pulini olib keldingmi? Katrinagacha qo'ng'iroq qildingmi? U to'g'ri ko'rfazga keladi. Elektr asboblarini hammasi ishdan chiqibdi. Yomon qo'rqib ketdim. Sababi nimaligini aniqladingizmi? Oyi, Kristin dars tayyorlashga yordam berishimni so'radi. Unikiga borsam maylimi? Tushlikka yetib kel. Orqada qolib ketishdi shekilli. Qaytishim kerak. Meni Pol kutadi. Ana ular! Bu yoqqa. Shu uzoqqa tushdik. Unday emas. Shanba nonushtasini yaxshi ko'raman-da. Bolalarimiz bo'lganda shunaqa bemalol o'tirarmidik. Kechirasiz. Bu qanaqa o'yin? Katta ko'chami bu sizlarga? Qayoqqa qochishdi? Bolalik bo'lishni istamay qoldim. Baribir qocha olmaysizlar. Rianani yana qutqarish kerak. Orqada qolma, Ben. Eshikka biron nima tira.
Boshqa eshikni qidirib ko'rish kerak. Yomon tushmadingmi? Yo'q. Aslahani uzat. Taslim bo'linglar. Yo'lakni yop. Mana endi qochib bo'psan. Maslahani berchi. Yaqinlashmang. Senlarni deb mashinamni qirib oldim. Hammasi uchun javob berasanlar. Tezroq. Ularni chalg'itishga harakat qilib ko'r. Kechirasizlar. Men bolalarni himoya qilish tashkilotidanman. Boshpanasiz bolalarga mehr shafqat markazi tashkil etishga qaror qildik. Nima deysizlar? Yomon fikr emas-a? Qorayni o'chir bu yerdan. Bizda stol tennisi, shaxmat o'yinlari bor. Juda ham ko'p. Boks o'yinlariga nima deysan? Nima? Hozir bilib olasan. Pol! Qo'yib yubor uni. Sen kimsan? Baliqchi masxarabozmisan? Yaxshisi bu yerdan qorangizni o'chiring. Aks holda pushaymon bo'lasiz. Rostdanmi? Hozir bilasizlar. Xo'sh, qalay? Bu nima edi? Aslahalar. Meni olamimdan olib kelgan. Politsiya kelyapti, qochdik. Riana, Jozi, qochdik. Shoshma. Ortiq bunday yasholmaymiz. Bu yaxshilik bilan tugamaydi. Nimadir qilish kerak. Ishquvarmisiz? Yo'q, hisobchiman. Josi ismli qizni qidiryapman. Bu menman. Maktubini oldim. U meni qiziqtirib qo'ydi. Peter Eriksonmisiz? Bu ukam Ben. Tanishgandan xursandman, Ben. Endi siz bilan birga yashaymizmi? Ko'ramiz. Ko'p narsalar haqida gaplashib olishimiz kerak. Pol, to'g'ri, juda ta'sirchan vaziyat, ammo vaqt bo'ldi. Shoshmay turing. Juda yaxshi qiz ekansiz. O'yinimni sizga beraman. Rahmat, Ben. Hammasi uchun rahmat, Riana. Xayrli tong. Qandaydir bolalar bezorlik qilishayotgan ekan, hammasi qochib ketdi. Bu uyni nazorat qilib tursangiz bo'lar ekan. bu ikkita bola kim bo'ldi? O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Ular meniki. Mashinaga o'tiringlar. Shoshmasang-chi, Pol. Poyezd yurishiga hali vaqt bor. Katrina ham keladimi? Ha, albatta keladi. Bormasa xafa bo'ladi. Ota-onasi uni miyasi aynigan deb o'ylashyapti. Hozir unga chiptayni yo'qotib qo'ydim deyman. Voy, hamyonim yo'q-ku. Ichida chiptalar bor edi. Bu yerdan hamma qochib ketganga o'xshaydi. Alex Katsernets. Pol. Riana. Siz kimsiz? Hech narsa qilganim yo'q. Bolalar, shu yerda turinglar. Akamdan pul olib chiqaman. Tez chiqaman. Kelishi bilan bizga xabar bering. Ana, kelyapti. Dada, nima gap?
Mana buni Ko'rfaz yonidagi eski uydan topdim. Xayriyat. Katta rahmat. Pol va uning otasi bilan baliq oviga ketyapman deganding-ku. Nimalar bo'lyapti? Men haligi Ko'rfazda nima qilayotganding? hech nima. Hech nima. Jena, nega do'stingiz yo'q? Bilmadim. Taniganlarimning ichida aqllisi bo'lmasa kerak. Meni dadam juda aqlli. U olim odam. O'zi ham juda kelishgan, to'g'rimi? Ko'rgan olimlarim ichida eng kelishgani. Nega bu yerda yuribsizlar? Alex chiptalarni yo'qotib qo'ydi. Boshqasini sotib olish uchun pul kerak. Menda pul yo'q. Yig'ib qo'ygan pulingchi? Uni yangi yilga atab qo'yganman. Kristin, tushun, bu Riana uchun. Pulingni qaytaraman. Jena, qayla tagiga olyapti shekilli. Rostdanmi? Mana buni tashlab yubor. Bering. Rahmat, Kristin. Yur tezroq, Riana. Riana, shoshma. Mana bu zanjir senga. Mendan esdalik bo'lsin. Rahmat. Kristin, qaylani tagi olmabdi. Yaxshi bo'pti. Kech qolmaymizmi? Tashvishlanma, tez orada uyingda bo'lasan. Peshin bo'lib qoldi. Tayyormisan? Ko'ryon, bu men Polman. Joyingizdamisiz? Pol, sizlar ham tayyormisizlar? Ha, simlarni tortib bo'ldik. So'zlagichni ulayvering. Ana, ko'rdingmi? Uyingga qaytasan degandim-ku. Shoshma. Buni Ko'ryonga berasan. O'zing bersang bo'lmaydimi? Xush kelibsan. Sizni hech qachon ko'rmasam kerak deb o'ylovdim. Meni sovutdim-ku. Katta rahmat, Pol. Menda ham senga beradigan bir narsa bor. Video kamerami? Qoyil. Ana endi bizning olamni otangga ko'rsatasan. Ha, Katrinani onasiga ham u Katrinani miyasi aynib qolgan deb o'ylayapti. Ketdik, tezroq uyimga bora qolay. Pol, uyimdagilar bilan xayrlashishni istamaysanmi? Yo'lak ochiq. Kimdir kirib ketishi mumkin. Endi kira olmaydi. U yerda qo'rqdim. Polni olami biznikidan ancha xavfli ekan. Hamma narsa tez harakat qilar ekan. Lekin juda ko'p narsani o'rgandim. Hatto kompyuterdan foydalanishni bilib oldim. Nimadan? Bu o'ylaydigan buyum. Kompyuter o'ylamaydi.
Muammolaringizni hal qilib berish yolg'onmi? Hammasini emas. Masalan, otam bilan qanday til topishishimni bilmaydi. To'g'ri, ba'zi ishlarda yordami tegadi. Masalan, bilim olishda, mashinalarni nazorat qilishda, turli texnologiyalarni yaratishda asqotadi. Ular yordamida bizning havo kemalarimiz tezroq ucha boshlagan. Keyin ilgarigidan ancha uzoqqa boradigan bo'ldi. Bekor turma. Mana uni tomga olib chiq. Tezroq qimirla, Griven, tezroq. Hozir qorong'u bo'lib qoladi. Griven! Nima bo'ldi? Qo'limni urib oldim. Shuncha qilgan ishim rasvo bo'ldi. Ataylab qilganim yo'q, bu ishni qilishga majbur emasman. Qo'limdan kelmaydi ham. Men xabarchini o'g'liman. Ashka ikkingiz uyimga o't qo'ydingiz. Endi uni qaytadan qurib berishga majbursiz. Dada, oyi, qarang. Qaytishingni bilgandim. Umid ham qilmay qo'ygandim. Qizimizni qaytarganingiz uchun rahmat, hukmdor. Bir o'zim emas, Pol ham yordam berdi. Rahmat senga, Pol. Uyimizga nima bo'ldi? Ashka o't qo'ydi. O'zi qani? Qasrdan qochib ketganidan keyin uni hech kim ko'rmagan. Qo'rqma. Sovutsiz u xavfli emas. Griven, nega sen jim bo'lib qolding? Riana. Pol. Hammasi uchun kechiringlar. Arla, Jal, sizlarga Polni olamidan o'yinchoq olib keldim. Bu o'yin. Qanday o'ynashni ko'rsatib beraman. Mayli, men bora qolay. Ketma. Biz bilan tushlik qil. Bizni suratga ol, keyin dadangga ko'rsatasan. Yaxshi. Hammangiz birga turinglar, bo'la qolinglar. Bekor turma, Griven, bor. To'sinlardan yana olib kel. Dada, bu Riananing oilasi. Menchi? Ha, ko'ryon ham bor. Biron amaki, otamga biron narsa deng. Salom. O'g'lingiz bilan faxrlansangiz arziydi. Sehrgarlar sizni qidirishyapti. Surgunga mahkum qilishlari mumkin. Polni olamiga qanday o'tishni bilib oldim. Menga yordam berasanmi? Yo'q. Shundoq ham ishlarim rasvo. Bir umr shu to'pori dehqonlarning qo'lida xizmat qilmoqchimisan? Sen ulardan yaxshiroqsan. Ishon. Ammo Ko'ryon faqat shundan keyin yana shogird bo'lishing mumkin dedi. Esingdan chiqar uni. Polni olamida shunaqa narsalar borki, ular yordamida katta qudratga ega bo'laman. Qaytib kelganimda hammadan aqlli bo'lib qolaman. Sehrgarlarning bari xizmatkorlarim bo'ladi. Menga yordam ber, Griven. Omadim kelsa, men bilan birga hukmdorlik qilasan. Marhamat. Rahmat, minnatdorman sog'lig'ingiz uchun. Meni navbatim. Nega uni olib kelding? Xayollari endi faqat shunda bo'ladi. Hozir Ben ko'rsa edi ularni o'ynashayotganini. Kim u Ben? U bilan Polni olamida tanishdim. Opasi ikkovi otasini qidirishayotgandi. Yashaydigan uylari ham yo'q edi. Otani yo'qotib qo'yish mumkin ekanmi? Polni olami biznikiga mutlaqo o'xshamaydi. Nega ularga qo'shnilari yordam berishmapti? Ko'pchilik yon qo'shnisini ham tanimaydi. Dalada gaplashib o'tiradigan odam ham yo'qmi? Polni olamida dala yo'q ekan. Raqsga tushmaymizmi? Axir bugun bayram-ku. Qizimiz o'zga olamdan qaytib keldi. Oyim sehrgar bilan raqsga tushyapti. Kim o'ylabdi deysiz?
Balki endi bu yerdagi hayot o'zgarar. Bron, sehrgar, ombor yonyapti. Riana, tez chelakni ol. Keragi yo'q. Yong'inni vaqtida payqashibdi. Olov o'chdi. Nimadan o't chiqibdi? Bilmayman. Baqirishni xayolingga keltirma. O'rmonga qarab yur. Tezroq. Sen yutdingmi? Bilmayman. Pol, mana bu nima? Keyingi bosqichga o'tibsan, barakalla. Riana qani? Uni ko'rmadingmi? Yo'q. Yuring, qidirib ko'ramiz. Jal, Arla, dalaga borib ko'ringlar-chi. G'orga kir. Kir deyapman. Endi Polni olamida ko'rganlaringni aytib ber. Ko'p narsa bilmayman. U yerda uzoq bo'lganim yo'q. Ammo Kulyonga aytgan gaplaringni o'z quloqim bilan eshitdim. Inkor eta olmaysan. Sizlarni kuzatib turdim. Qizaloq. Polni olami juda katta. Biz bilmaydigan turli tuman buyumlar bor. Kompyuterlar qanday ishlaydi? Bu qo'l chaqqonligiga bog'liq. Tushunmadim. U nimaga o'xshaydi? Ovqat berish kerakmi? Ularning joni yo'q. Uni ko'tara olamanmi? Polni olamiga o'ta olmaysiz. Nega endi? Yordam beringlar! Bu safar menga xalaqit bera olmaysan.